onasini emsin. Yigitlar, men qarishni boshladim. Kecha sap-sariq krossavchik edim. Bugun esa oshirib yorma endi qiyshiq. Seni hech bo'lmasa keks tayyorlashga olishadi. Ezilib xamirda jon berasan. Keksga? Men axir biror bir deputatni stolidagi vazada bezak bo'lib turishni orzu qilardim. Sen esa keks deysan. Har holda qichig'i bosilmayotgan biror yolg'iz ayol qo'lida jon berishdan ancha yaxshi-da. To'g'rimasmi? Sizlarni har holda mazza qilib yeyishar ekan. Meni-chi, yuzlarini tirishtirib yeyishayotganini ko'rish qanchalik og'irligini bilsangiz edi. Men esa qo'rqib ketyapman. Anavi ko'zoynakli kampirni ko'rdingizmi? U meni qo'li bilan ushlab ko'rdi. Ushlagan bo'lsa ushlabdi-da. Yoqqan bo'lsang ushlagan. Nima endi shunga osmon yerga uzilib tushibdimi? U meni tirnog'i bilan ezib ko'rdi. Keyin esa yumshoq ekan deb ketvordi. Endi o'zimni